Hürmetli tadbirkorlar, men bugungi navbatdagi uchrashuvni o'tkazamiz. Bu uchrashuvlar davomida biz bankimiz tomonidan ajratiladigan o'zimizning loyihalarimiz bor. Masalan, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun o'zimiz band qilgan holda kreditlarimiz bor, produktlarimiz bor. Ular biznesga birinchi qadam bor. Loyiha jamiyati bor. 312-qaror bilan beriladigan kreditlarimiz bor. Bugungi kunda beriladi. Bizde hazır bugünkü günde alıp köplegen nelerimiz alıp bugünkü günde özünün şahsi tam arkasından yarmasa şahsi özünün nelerini, özünün kişilerin tadbirkar olup köpçülük bizlerden kredit alıp bugünkü günde loyihalarını yapıyor. Son için sizlerden bir uchrashuv o'tkazganimizga maqsad bir qanday bir jardamimiz bo'ladi, so'rovlar bo'lsa javoblarni berishga tayyormiz. Sizin qanday neyiniz so'rovimiz bor? O'tirib Endi bizlar shu oilamizda oilaviy bog'cha tashkillashtirib qo'yibmiz. Endi shuni yanada kengaytirib, ish o'rinlari yaratish uchun bizlarga ozgina kredit kerak. Sizin neyiz qanday? Firmangiz qanday? Firmamiz bizlar yakka tadbirkormiz, Oilaviy. Qanday? Yakka tadbirkor? Yakka tadbirkor. Shu oilaviy nodolat maktabgacha ta'lim tashkiloti deb yuritilar. Endi shu hozir faoliyat ko'rsatib turibmiz, lekin to'g'risi mebellarimiz yetishmay turibdi. Vala ko'payib kengaytiryapmiz, undan ham kengaytirib. Endi buning uchun biz sizga prezidentimizning qarori bilan ajratiladigan 312-sonli kreditimiz bor. Bu kichik biznesni qo'llab-quvvatlash maqsadida mikro loyihalarni yaratish uchun beriladi. Bu kreditning miqdori 300 million so'mga shekil beriladi. 100 million so'mdan so'dan zalogsuz sug'urta bilan beramiz. Bizning rayonimiz 4-toifa bo'lgani uchun kreditimizning foizi 20% dan beriladi. Misoli ayol qizlar bu oilaviy korxonaning direktori ayol odam bo'lsa 18 dan bo'ladimi? Ayol qiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'rnidan ham 2% tushib 18% dan berib turamiz bugungi kunda. Bu kredit 7 yilga beriladi, 3 yil imtiyozli davri bor. Siz haqiqatda shug'ullanib, o'zingizga baqishaga kerakli zotlarni oladigan bo'lsangiz, shu kreditimizdan foydalansangiz bo'ladi.